Xo'p, bugungi darsimizda bolalar Figma bilan ishlashni o'rganamiz. Figma mavzusi judayam asosiy mavzulardan bittasi. Nimaga desangiz, a, hamma dasturchini vazifasi sayt yaratish, to'g'rimi? Saytlar yaratish, programma yaratish. Endi o'sha saytlarni biz qanaqa yaratamiz yoki uni qanaqa jarayonda bo'ladi? Dilshodbek, Figma Figma degan sayt bor. Bu figma.com degan sayt bor. Figma.com degan saytni vazifasi bolalar, biz dasturchi sifatida saytni qanday qilib yasashni, dizaynni oldindan ko'rishimiz kerak. Ya'ni oddiy qilib tushuntiraman. Bitta uyni olaylik, to'g'rimi? Bitta uy qurilishi kerak. Murod Building kompaniyasi bor yoki boshqa kompaniyalar bor. Qurilish binolari bor. Qurilish binosi qanaqa quriladi? Uni ketma-ket etaplari qanaqa? Birinchi uni arxitekturasi chiziladi, to'g'rimi? Uni oldindan tasavvurga ega bo'lish kerak, qanaqa quriladi, necha etaj bo'ladi, qayerda mehmonxona, qayerda oshxona, qayerda o'sha hojatxona, to'g'rimi? Ya'ni bitta bino qurilishidan oldin uni maketi bo'ladi, uni dizayni bo'ladi, uni dizayni arxitektura chiziladi. Keyin o'sha arxitektura asosida bitta chizib bunaqa qilinadi, fundament tashlanadi, keyin boshqa tushunyapsizmi? Bitta bino qurishdan oldin uni demak chizmasi, ko'rinishi bo'lishi kerak ekan. Xuddi shunaqa bitta veb-sayt yaratishdan oldin veb-saytni ko'rinishi bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Veb-saytni ko'rinishini biz oldindan bilmasak, veb-sayt yasa olmaymiz. Sababi, sizga misol uchun aytyaptiki, давайте deydi, o'quv markazimizga sayt qilib ber deydi. Siz qanaqa veb-sayt qilasiz? Siz qiynalasiz. Sababi nima? Sizda hali tasavvur yo'q. Qanaqa sayt? Agar sizga konkretno buni texnik zadание berilsa, qanaqa sayt qilinishi aytilsa va uni figmasi, chizmasi, ya'ni o'sha ko'rinishdagi rasmi bo'lsa, siz shunga qarab turib sayt yaratasiz. Tushunyapsizmi? Misol uchun sizga Flix mavzusida bitta rasm berdimi, o'sha rasmga qarab siz qildingiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa, ya'ni dasturchi bitta veb-sayt yaratishdan oldin o'sha veb-saytni oldindan dizayni bo'lishi kerak. Oldindan dizayn, o'sha dizaynga qarab turib sayt yaratiladi. Mana Figmani ochamiz. Figma onlayn dizaynni prototiplash vositasi bo'lib, u yordamida veb-saytlar, ilovalar, foydalanuvchilar interfeysi, ya'ni UI ko'rinishi va boshqa grafik loyihalar yaratiladi. Ya'ni veb-saytni vazifasi aytyaptiki, mana shu sayt yaratish uchun bizga oldindan ko'rinishi ekan. Figma.com deb yozib olaman. Figma.com deb yozaman. Tushuntira oldimmi nimaligini? Figma bu bitta sayt yaratishdan oldin uni oldindan ko'rinishi, uni dizayndagi ko'rinishi. Ya'ni o'sha xuddi arxitektura oldin bitta rasmga qilmas turib chiza olmaganda bu ham chiza olmaymiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, saytlar bor. E'tibor bersang ekranga. Saytlar bor. O'sha saytlar nimasi bor oldindan? Maketi bor. Maket degani oldindan strukturasi chizilgan. Kofe maket bor mana. Ko'pchilik biladigan Kunuz bor, Kunuz sayti bor. Sizlar biladigan Kunuz veb-sayti bor. O'sha Kunuz veb-sayti ham aynan Figma orqali chizilganda, Figma orqali ko'rib chizilgan. Shu Kunuz veb-saytini oladigan bo'lsak, mana shu Kunuz veb-saytini qilish uchun bizga oldindan bitta chizmasi kerak. Hozir topib olamiz Kunuzni. Mana. Open new tab. YouTube olaylik, to'g'rimi? YouTube qilingan, YouTube platformasi. YouTube platformasini ham qilishdan oldin uni dizayni bo'lgan. Mana endi YouTube'da qisqacha siz dizaynni ko'rinishi turibdi, lekin полный uni figmalari bor. Qanaqa qilinishi kerakligi. Buni Kunuz figmasini ko'ramiz. Yaqinlashtiraman. Sizga ko'rinyaptimi? Mana rasmi, ma'lumotlari, yozuvlari, hamma narsasi bor oldinda. Buni biz o'zgartira olmaymiz, faqatgina shunga qarab turib yozamiz. Va e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana Kunuz veb-sayti bor. Oldindan chizilgan ekan, tushunyapsizmi? Bu chizmasi bu. Sayt emas, bu chizmasi bu, oldindan chizilgan. Mana bu yoqqa e'tibor bering va bu yoqqa e'tibor bering. Bu yoqda nimalari bor? Bu yoqda xuddi shu veb-saytni oldindan nimalari bor? Kodlari bor. Har bitta yoziladigan matnda, har bitta yozilgan rasmda qanaqa holatda olib kelinishini kodlar mana. Tipograf degan joyi bor.
Hozir buni yaqinlashtirsa bo'ladimi? 66% ekan. Zoom out. Ha, o'zini yaqinlashtirib bo'lmayapti. Buni uzoqroq yaqinlashtirib. Xo'p, sayt yaqinlashtiraman. Matni bor ekan. Matn ustiga bossam, uni tipografi chiqib kelyapti. Tipografi. Tipografi degani shuni kodlari bor. Qarang, fonti bor ekan, font weighti bor ekan, font size bor ekan, line height'i bor ekan. Color degan joyda ko'rinyaptimi? Rangi bor ekan, qora ekan. U 16 sanoq sistemasi belgilangan. Mana endi width heightlari ham bor ekan. Har bittasi ustiga bossam bu narsa o'zgaradi. Font familysi Montserrat ekan. Montserrat. Ya'ni bu yerda nima narsa bor? Bitta dasturchi bitta sayt qurishdan oldin uni nimasi kerak ekan? Uni chizmasi kerak, uni dizayni kerak ekan. Dasturchi o'sha sayt dizayniga qarab turib sayt yaratadi. Bu o'zidan o'zi tasavvur qilib yaratib keta olmaydi saytni. Oldindan chizmasi bilan o'sha saytga qarab, uni o'zini maxsus kodlari bilan o'sha maxsus kodni olib turib, shunday kopiya qilib qo'yib qo'yib bo'ldi. Tushunasizmi? Bu bir tomondan oson desak ham bo'ladi, bir tomondan qiyin tomoni ham bor. Sababi har bitta dizaynda pixel perfect deydi. Ya'ni bu xuddi shunday chiqishi kerak degan. Xuddi shu o'zidek bo'lishi shart degan. Ha? Zo'r savol, juda zo'r savol. Endi UI UX dizayner degani bor. Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana bu yerda tepada UI deb qo'yibdi-ku. Dizaynerlar bor. Ikki xil dizayn, o'sha ikki xil emas, endi bir xil vazifa bajaradi ular. UI UX dizaynerlar bor. O'sha UI dizaynerlar mana shu saytlarni ko'rinishini Figma dasturi orqali chizib beradi. Dizaynerlar. U ham bitta soha, tushunyapsizmi? O'sha vazifasi Figmani dizaynini chizib beradi. Xuddi arxitekturga rasm boshqa chizib beradi, to'g'rimi? Arxitektur chizib beradi rasmni. Binoni boshqa kishi quradi. G'oyasi boshqa kishida. Tushunyapsizmi? Har bitta narsani o'zini nima insoni bor, o'zini odami bor, o'zini etaplari bor, o'zini nimalari bor, yo'nalishlari bor. Xuddi shunaqa mana shu endi Figma'ga o'xshash narsalarda buni o'sha UI UX dizaynerlar chizib beradi. Dizaynerlar, u dizayner. Xuddi grafik dizayner bor-ku, rasm montaj qiladigan. UI UX dizayner xuddi o'sha Figma'ni chizadi. Tushundingizmi? Dizaynerlar chizib beradi. Oldin ko'p gaplashganmiz bu haqda. Bitta sayt yaratilishidan oldin jamoa kerak degan bilasizlarmi? Dizayner kerak, UI dizayner kerak, front-end dasturchi kerak, back-end dasturchi kerak, mobil dasturchi kerak. O'sha PR deydi, proyekt menejer kerak, CEO kerak, rahbar kerak bunga. Sotuvchi kerak, o'sha sayt qilgandan sayt sotish kerak kimgadir. Endi tushunyapsizmi? Bitta jamoa kerak. Просто siz bitta o'z dasturchilashni o'rganib turib, noldan sayt yaratib keta olmaysiz. Sizga ham jamoa kerak. Sizga dizayn kerak, backend qismi kerak, uni keyin o'sha Google'ga chiqarishingiz kerak, uni sotishingiz kerak. Bitta inson endi hamma kishi bo'la olmaydi, juda qiyin. Bo'lishingiz mumkin. Sizga tajriba kerak uchun. Endi siz o'sha hamma insonni vazifasini bajarishingiz uchun sizga kamida bilmadim, 5 yildan 10 yilgacha vaqt kerak. Hozir sizlar yangi slayd yozib sayt necha kishi ishlayapsizlar? Front tomonda o'zim ishlayapman. Backendda bitta bola bor, u onlayn ishlaydi Toshkentda. Dizayner birovga chizdirganmiz. Bizda alohida bolalar bor, 3-4 ta bola bor, lekin onlayn hammasi. Bitta o'zim yo'qdi. Behruz ham bor, qo'shilib turadi, o'sha nariyoqdagi Behruz. Tushunyapsizmi? Demak, bitta sayt yaratish uchun uni dizayni bo'lishi kerak. Endi dasturchini vazifasi nima desangiz, dasturchini vazifasi xuddi shu narsa. Bitta sizga Figma beriladi, dizayn beriladi. O'sha Figmaga qarab siz sayt yaratasiz. O'sha Figmaga qarab, o'sha Figmadagi kerakli joylarni olib turib, qayerda qanaqa turishi kerak? Ko'ryapsizmi sizga? Mana ma'lumotni qarang. Kunuz veb-sayti logo qayerda turishi kerak? Tepada turishi kerak ekan. Mana bu qayerda turishi kerak? Pastda turishi kerak ekan. Mana bu yoqda turishi kerak. Bu ikkilar shunday turishi kerak. Demak, sizda shunaqa tasavvur bo'lishi kerak. Har bitta mana shunaqa saytni bo'limlarini qarang, mana. Rasmlar qanaqa joylashgan, matnlar qanaqa joylashgan ko'rib chiqishingiz kerak. Mana footer qism, oxirgi qism ekan. Bu yerda shunaqa ikonka bo'lishi, shunaqa dizayn bo'lishi kerak ekan. Siz o'tirib jamoa bilan yoki o'zi shunaqa bir analiz qilib chiqasiz. Endi tahlil qilib chiqasiz. Men buni birinchi buni qilaman, keyin buni qilaman, keyin buni, keyin buni.
O'zi uchun bitta reja tuzib olasiz, bunday aytganda sayt qilishdan burun. Ularning pejlari bo'lar ekan. Turist. Mana bu saytim xuddi shu Figmaga qarab qilingan sayt. O'zida bo'lib chiqqanmi? Shunisi nima qilingan, chizilgan sayt. Tushuntira oldimmi? Savol bormi shu bo'yicha? Figma bo'yicha, o'sha dizayn bo'yicha. Albatta, siz misol mana shu dizaynga g'oya berasiz. G'oya deganda o'sha boya aytdim, TZ dedim, texnik zadaniya. Bunday aytganda bunday bo'ladi. Bitta sayt yaratishdan oldin bitta inson keladi, klient u misol sayt yaratmoqchiman aytadi. Menga deydi, bitta sayt kerak deydi. Qanaqa sayt kerak deb dasturchi bilan dizayn bitta o'sha klientni qabul qiladigan inson bo'ladi. Aytadi, u tasvirlab beradi u ko'rinishini. Saytim shunaqa bo'lishi kerak. Sayt tepada shunaqa qismi bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish kerak. Sotuv sayti bo'ladi. Sotuv men shunaqa mahsulot sotmoqchiman. Mahsulot sotayotgan paytimda PM ilovasiga ulangan bo'lish, integratsiya bo'lgan bo'lishi kerak deb, xullas o'zini g'oyasini tushuntiradi. Keyin boyagi mana bu loyihani qabul qiladigan inson uni g'oyasini tushunib yetgandan keyin u bo'yicha texnik zadaniya yozib chiqadi. Texnik zadaniyaga o'sha matn tizimi yozib chiqadi. U tekstda yoziladi. Tekst matn bo'ladi. U hujjat bo'ladi. Hujjatni keyin uni dasturchiga beradi. Dasturchi bilan keyin birgalikda boya dizaynerga beradi. Dizayner o'sha TZ asosida mana bunaqa dizayn yaratadi. Dizaynga qarab keyin dasturchi sayt yaratadi. Bu yoqqa boringchi. Xo'p, tushunarlimi? Yana savol bo'lsa bering, mana shu dizayn bo'yicha, Figma bo'yicha. Siz ishlaganmisiz Figmada, yo'qmi? Ishlamaganmisiz? Qanaqa Figmada ishlamasligingiz mumkin? Shuncha payt o'tib. Aytmaganmi? Ishlaganmiz, Bixda ishlaganmiz. Figma ishlamaganmiz. Dasturchining asosiy vazifalaridan bittasi Figma asosida sayt yaratish. Asosiy vazifalardan bittasi, tushunyapsizmi? Asosiy. Bu degani, mana bugun sizga Figma o'tyapman-ku. Endi bundan buyog'iga necha oy dasturlash o'qish bo'lsa, har doim siz Figmaga qarab sayt yaratishingiz kerak. Shuncha boya aytdimmi, asosiy mavzu. Sizga men Figma tashlab beraman, shu Figmaga qarab sayt yaratib kelaverasiz. O'zingiz. Chunki Figmani ustunlik jihati nimada? Figmada har bitta yoziladigan ma'lumotlarni o'zini kodi bor. Men aytdim-ku, kodi bor. Beradi. Shu kodini kopiya qilasiz, kodini olib kelib qo'yasiz bu yoqqa. O'zizni CSSga o'zizni HTML. Bu yerda HTML yo'q, faqat CSS bor. Chunki bu dizayn uchun-ku. HTML o'zi yozadi, CSS bor lekin CSS kodlari bor. Tushunarlimi? Savollar yo'qmi? Teorbek, tushundingizmi? Savol bo'lsa bering bemalol. Asadbek, Bobur. Bo'lmasa, bilishimiz. Bu yoqda Figma bo'yicha anavilar bor, to'liq ma'lumotlar bor. Ma'lumot berilgan, tashlab beraman. Figma bilan sayt yaratish. Endi har doim, endi o'zimiz ham shundan boshlaganmiz. Trafalgar Figmasi bor. Sodda bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin boshlash uchun eng oddiy bo'ladigan bitta saytimiz bor, o'sha Figmasi bor saytda. O'sha Figmadan boshlasak bo'ladi. Ya'ni bitta oddiy bitta template bor, o'shandan noldan boshdan boshlab qilib sayt yaratishni ko'ramiz. Buni kodlari bor ekan. Bu kodlar bor, ishlaymiz. Tushunarlimi? Mana shu bizda mana bugungi bu hammasini qila olmaymiz bugungi darsimizni. Qanchadir qismini qilib beraman. Misol uchun mana shu tepa bilan mana shu qismini qilib beraman. Keyin sekin-sekin mana shu Figma bitta-bittalab bajarib boramiz. Sekinlik bilan. Tushunib yetganimizdan keyin sizga kattaroq Figmalar o'ziga bitta berib yuboraman bajarishga to'g'ri. Xo'p, demak, saytimizni mana bu qismi nima deyiladi?
Header. Bosh qism. Header. To'g'rimi? Demak, mana shu qismni biz nima yozishimiz kerak ekan? Header degan HTML kodni yozishimiz kerak ekan. Bu narsani aytib tushuntirib beraman. Demak, title'ga biz Trafalgar deb qo'ydik. Trafalgar Trafalgar. Endi o'tgan darsimizda sizlarga konteyner o'tib berdim, ha? To'g'rimi? Konteyner nima vazifasi? Markazlashtirish, to'g'rimi? Har bitta saytda konteyner bo'ladi. Uzoqlashtirgan vaqtimda ma'lumot o'rtadan chiqyaptimi? Tushuntirgandim. Ma'lumot o'rtadan chiqishi kerak. Demak, bu konteyner ushlab turibdi hammasini. Bizga ham demak sayt yaratyapmizmi? Birinchiga nima kerak ekan? Birinchi navbatda konteyner kerak o'sha. Konteyner deb yozamiz. Konteyner. Tushundingizmi? Konteyner. Endi mana bu saytimizni bosh qismi dedim men. Aynan o'sha bosh qismni yozish uchun bizga header kerak bo'ladi. Header. Bo'shab tashlanglar. Header ochib olaman va unga klassga header deb klass beraman. Class. Yaratuvchi bosh qismining kodini endi uni ichida nimalar keladi? Rasm kelar ekan birinchi navbatda. Nima narsa bu? Logo. Logotip bu. Bizga logosi kerak ekan. SVG formatda olasizlar, tiniq bo'lish uchun. Bu haqda oldin ma'lumot berganman. Bizga ham bitta nima kerak bo'ladi? Papka. Image papkasi kerak bo'ladi. Uni biz nima qilib boramiz? Rasmlar joylab boramiz. Endi logo orasida joy bo'lmasligi kerak. Tashlaymiz raqamlarni, просто logo bo'lib tursin. Logo. Image deb yozaman. Nuqta slash imagedan birdan logoni qo'yib ketaman. Va width bor, uni uzunligi bor. 160 ga 41 ekan. Uzunligi 160 ekan. Hop, height necha ekan? 41 ekan. Altga nima deb yozaman? Logo. Chunki logo-ku bu. Endi pastdan UL chidamli, ichida axir. Nimaga uchta kodni yozdim birgalikda? Mana bu qism nima deyiladi mana bu? Bular list, ro'yxat. Lekin ro'yxat bo'lganda nimaga A ga yozyapman? Sababi nima? Bular link. Chunki bular page, home page ga bosilganda home page ga o'tish kerak. Find the doctor degan page ga bosilib o'sha page ga o'tish kerak. Ahrefni vazifasi nima? O'sha bitta saytni ochib berish, to'g'rimi? Demak, saytning o'sha qismlari bo'ladi. O'sha qismlarni ochib berish uchun bizga o'sha ahref kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? UL ga klass beramiz. Header list. Hop, link ga klass beraman. Header item. Bunga ham klass berib qo'yaman. Header link. Har bitta klass o'zining nomi bor, har bitta klass o'zining vazifasi bor. O'shaning uchun ham klass berayotganda ham e'tiborli bo'lish kerak. Header list, header item, header link. Va ichiga birinchisi nima ekan? Font. Uchta bor biz adashmasam, yo'q, ko'p bizda. Font, ikkinchisi create your find the doctor. Find the doctor. Ikkinchisi apps. Testimonials. Biz hozir saytimizni header qismini tayyorlab bo'ldik. HTML qismini faqat. Saytimizni bosh qismini, header qismini HTML ni tayyorlab bo'ldik. Endi sayt yaratilayotganda bolalar nima qilish kerak? Birinchi HTML yoziladi, keyin CSS yoziladi. Nimaga bu narsani aytyapman? Chunki ko'pchilik nima qiladi? Bolalar mana shu saytni yozing desam, bu HTML yoza oladi, header hammasi yoziladi, keyin CSS ga o'tadi. Bunaqa emas. Har bitta kichkina qismlarda to'liq tugatib, HTML ni CSS to'liq tugatgandan keyin keyingi etapga o'tish kerak. Hozir men header qismini qilib bo'ldim. Endi buni ochib ko'ramiz natijasini. Ko'rinyaptimi? Hozir HTML tayyor. Hali CSS bermadik, to'g'rimi? Endi CSS ga o'tamiz. Hop, bizda body bo'lsin. Body margin 0, padding 0. Nimaga margin 0, padding 0 qilyapman? Box sizning border box.
Anaqa buni to'g'irlab beradi. Mana bu body'ni o'zini tug'ma margin paddinglari bor. Bizga xalaqit bermaslik uchun yoki qanaqadir ortiqcha narsa olib tashlash uchun bizga marjinal paddinglar qilib qo'yadi. Chunki body'ni o'zini margin paddinglari bor. Yana qaysi elementlarda o'zini margin paddinglari bor edi? Qaysi elementlarda o'zini tug'ma? Uxlamaymiz, ey. Uxlashga keldingizmi siz, ey? Tikka turib turing. Mhm. Qaysilardan? Bobur. Qaysi elementlar o'zini margin paddinglari bilan tug'ma? Ha? Blok elementlardan. H1'da bor, P'da bor, Blockcoidda ham bor. Blok elementlarda ko'pida bular, ba'zi misol uchun divda yo'q. Div ham lekin blok element. Hop. Takrorlash kerak bu narsani. Konteyner. Men konteyner ochib oldim bu yoqqa. O'sha konteynerda endi kodini yozishim kerak. Sesni ochib qo'yaman. Boshdan ko'rsatib ketaman. Konteyner, to'g'rimi? Hop, konteyner kodi qanaqa edi? Maxwitz 1440 esilda. Hop. Margin o'rtaga olish uchun 0.6. Konteynerda mana shu vitsda o'rtaga keluvchi uchun margin 0.6. Nimaga margin 0.6? Margin tepa past 0 bo'lsin, ikki tomon avto bo'lsin, to'g'rimi? Left ham, right ham avto bo'lsin. O'shanda o'rtaga kelamiz. Konteyner. Padding 0. Shundan ispas qo'yamiz. Ketdi. Endi headerga boramiz. Hozir bu yerda hech narsa bilinmayapti, faqat konteyner qo'ydim. Sal surildi bu yoqqa. Ko'ryapsizmi, hali hech narsa qilmadik. Bu boshlang'ich kodlar bu. Saytning boshlang'ich kodlari. Endi asosiy kodlarga o'tamiz. Mana header qismiga. Xo'p, headerga display flex beraman. Nima bo'ladi? Ichidagilar yonma-yon bo'lib qoladimi? Ikkalasi yonma-yon bo'lib qoldi. To'g'rimi? Ikkalasini yoyib yuborish uchun nima qilishim kerak edi? Justify content space between. Ikkalasi yonma-yon keltirdim. Mana qarang. Mana bu rasm bilan, mana bu UL'da ikkalasi yonma-yon keltirdim birinchi. Keyin yoyib yubordim orasini. Tushunyapsizmi? Bitta-bittadan tushuntiraman maydalab. Endi align items center bor. Align items center. Buni ikkalasini markazda ushlab turadi. Hali bunaqa teginganimiz yo'q. Hali hozir bu bilan ishlaymiz. Endi pastga tushaman. Mana header list olaman. Header ketdi. Nuqta header list. Birinchi nima qilishim kerak? Mana nuqtani olib tashlashim kerak. Listni nuqtasini olib tashlash uchun nima qilardik? Boshida o'tilgan hammasi. List nuqtasini olib tashlash uchun. Nima? List style. List style. Ha. Nuqtani olib tashlash. Endi bularni yonma-yon keltiruvchi nima qilardi buni? Yana bularga display flex. Bir yonma-yon turadi. Yonma-yon turibdimi? Orasini ochish uchun gap. Misol uchun keling 20% beramiz. 25 beramiz mana. Orasi ochildimi? Endi mana ular tag chiziq bor narsa nima bu? Link. Qarang, mana bu tagda chizig'i bor narsa nima bu? Link bu. Tushunyapsizmi? Link. Linkni nima dedik biz? Klassiga header link dedik. Nuqta header link. Mana shu chiziqni olib tashlash uchun nima qilardik? Endi tekstga kirishim kerak. Chunki bu link-ku, to'g'rimi? Tekstni o'sha olib tashlash uchun nima qilindi? Xo'p, buni to'g'riladik. Endi mana bu Figmaga boraman. Xuddi Figmadagidek chiqish uchun Figmadagi kodini o'zini olishim kerak. Mana tipografi bor, tipograf kodini olaman va o'qib qo'yaman. Buni bizga kerak emas. Tayyor kodi bor, font family, font size hammasi bor, kod yozilgan oldindan. Color ham bor ekan bu yoqda. Nima qiladimi? Bir xil bo'ladi, hammasi bir xil bo'ladi. Hammasi bir xil bo'ladi. Faqat bizda bitta endi qiladigan ishimiz bor. Nima bilasizlarmi?
Font familiysi nima ekan? Mulishmi? Endi biza Google Fontsga borib mulish olib kelishimiz kerakmi? Biz sayt qilyapmiz-ku, to'g'rimi? Google Fontsga boramandagi kiraman. Eskilarni o'chirib tashlashim kerak. Eski bo'lsa, eski bitta bor ekan. Remove qilib tashlayman. Nima edi? Mulish bor ekan. Qidiraman. Hop, boramandagi get font. Hop, get embed code. Mana bu yerda kodi bor. HTMLga boramandagi kodni tepaga qo'yib qo'yishim kerak. Mana. Bu narsani o'rgatganman Google Font olib kelishdi. O'tgan narsa o'rgatdim-a, hammasini. O'tgan narsa o'rgatdim. Va body'ga mana shuni berib qo'yishimiz kerak. Font familiesini. CSSga boramandagi body'ga mana buni berib qo'yaman. Va ko'radigan bo'lsak natijasini. Mana. Endi sal tepaga yopishib qolibdi. Sayt tepaga yopishib qolibdi. Buni o'rab turgani header bo'lgani uchun headerga margin top 20 berib qo'yamiz. Tepadan pastga tushib qo'yamiz. Qandaydir bir xil emassa, ozgina bular nimasi bor ekan, opacity nimadir bor ekan. Opacity nima edi? Opacity. Header linkga boraman degan opacity beraman. Yo'l butun olib turadi. Xaroq qilib beradi. Fonda o'ziga alohida klass berishimiz kerak. Albatta. Ko'rib turgan bo'lsangiz, Home'da o'zi alohida qora bo'lib turibdi. Bu yerda qanaqa bo'ladi? Bizda bitta klass bo'ladi. Bu klass nomi aktiv bo'ladi. Aktiv. Bitta qo'shimcha klass bor. Aktivni olamizdagi nuqta aktiv. Opacity 100 bo'lsin. Rangi o'z holatiga qaytsin qora bo'lib va font weight nima edi? Vazifasi font weight bold qalinlashtirib beradi. Header qismi o'xshadimi saytda? Saytimizni hozir header qismini qilib bo'ldik. Endi mana shu bo'yicha HTML va CSSdan savol bersangiz bo'ladi. HTML ochaman, keyin CSS ochaman. HTML tushunarlimi? Nima kod yozish, qanaqa kod yozish tushunarli? Saytda header qismi. Bu qarang, bu bitta qolip. Deyarli 80-90% saytlarda header qismi shunaqa yasaladi. Bu sizga bitta qolip. Shunga qarab yozaverasiz. Tushunasizmi? Deyarli hammasi shunaqa yasaladi. UL, li ikkalasi birga keladi-ku. To'g'rimi? UL bilan li birga keladi ikkalasi. Shu mavzuni aytib berganman. Keyin axiriga yozyapmiz. Link bo'lgancha mana home deganda hali home page-ga o'tish kerak-ku. Shunaqa pejlar bo'ladi. Keyin buni yana ham chiroyli yozish uchun navga urib qo'ysang bo'ladi. Nav unchalik shart emas. Xohishing aytgan nav. Navga qo'yish. Bu yana ham dokumentalni yozish bo'ladi, bunday aytganda. Chunki har bittasi bosganda navigate qiladi. Navigate degani nima degani? Navigate degani nima degani? Ingliz tilida. Navigate. Navigate degani yo'naltirish. O'sha yoqqa olib borish degani. Find the doctor degan boshqa, find the doctor degan page-ga olib boradi. Home degani home page-ga olib boradi. O'shaning uchun navga o'rab qo'ygan. Navigate yo'naltirish. O'sha sahifaga olib borish kerak. CSSni ochaman. CSS bo'yicha savollaringiz bo'lsa bering. Savol bo'lsa bering. Qaysi yerga tushunmasiz, qaysi joyga tushunmasiz. Kodni olib kelib qo'ydim. Kod o'zida bor dedim. Qaysi qismi kodi kerak bo'lsa o'shanga bosasiz. Bu yerda o'sha tipografi bor. Olib, o'sha qismi uchun olib kelib qo'yasiz. Dilshod tushunmayapti. Nima bo'lyapti? Svetni o'chirib qo'yaymi? Savol bo'lsa bering. Bemalol bering. Hech narsadan cho'chib o'tmang. Bemalol nima joyga tushunmadi, o'sha joyda savol bering. Qaytadan tushuntirib bering. Ha? Font family ku bu oddiy font family. Font family ikkinchi darsimiz o'tib
4-chi darsimizda o'tib berganman. 4-chi darsimizda CSS mavzusi bordi-ku. Font family nima edi? Fontlar oilasi Word dasturida Time News roman. Teksti ko'rinishi, fonti ko'rinishi mulish. Bizda mulish ekan, chunki bu yerda dizaynda mulish ekan, tushunyapsizmi? O'shaning uchun mulish qo'yilgan. O'zi dizaynni ichida bor bu narsa. Font weight qalinlashtirish. Font size kattaligi, to'g'rimi? Font size razmeri kattaligi 18 piksel bo'lsin ham. Line height bu uzunligi. Line height mana bunaqa tekst ichida yoyilishi yoki mana bunaqa yoyilishi, ichidan yoyilishi. Line height degan. Letter spacing harflar orasidagi joy. O'zi tarjima qilsangiz kelib chiqadi ma'nosi. Letter harf degani, spacing joy degani. Harflar orasidagi joy. Ochadi orasini. Sal ochiq turib ko'rgan bo'lsangiz, oralar masofasi. Color'ni bilasizlar. Opacity nima desangiz, opacity bu shunchaki xiralashtirish, opacity beramiz. Ya'ni unsi yuboradi. Keyin sal xiralashib qoladi shu narsa. Yog'ini 100 qilib qo'ysa, to'liq ko'rinadi. Mana 0.6 bo'lgani uchun xiralashadi. Yoki 100 bo'lsa, to'liq qop-qora ko'rinishi bo'ladi. Font weight bu qalinlashtiradi. Mana bular bilasizlar, listlarni boshida o'tib bergan. Xullas, bu yerning hammasi o'tilgan narsa. O'tib berilgan kodlar. Osmondan tushib qolmagan demoqchimda. Savol bo'lsa bering, Diyor. Hali endi davom ettiramiz buni. Savolingiz bo'lmasa davom ettiramiz. Ha? Ha, davom ettiramizmi? Bo'ldi, qarshi ketamiz. Ikkinchi qismi bor. Bizda ikkinchi qism bor. Mana shu qism. Endi qarangda, bitta sayt yaratish oldin bolalar algoritm o'tib bergandimi? Algoritm nima uchun kerak deganingiz, algoritm nima? Ketma-ketlik, to'g'rimi? Siz ham xuddi shunaqa mana shu sayt yaratayotgan vaqtingizda ishingizni ketma-ketligini bilib olishingiz kerak. Birinchi nima qilishim kerak? Birinchi qanaqa kod yozsam, xuddi shu holatga keladi. Bizda hozir shunday qarayapman. Ikkita tomonga kod bor, ikki tomonga, to'g'rimi? Ikkita tomon. Bu degani, men bitta ochib olishim kerak. Bizda ko'pincha bu qismda hero deydi. Klass nomini xohlagancha nomlayvering, farqi yo'q. Bizda ko'pincha saytni headerdan keyingi qismni hero qismi deb ataydi, hero qism. Endi ikkita qismga ajrataman heroni. Bittasi chap tomon, bittasi o'ng tomon. Chunki men bir tomoniga rasmda, bir tomoniga buni qo'yaman. Ikkita boks yarataman, ikki tomoniga. Ikkalasini yonma-yon qilib qo'yaman, display flex bilan. Bu juda oson usul. Tushunyapsizmi? Flex bilan display flex bilan yonma-yon qilib qo'yaman, shunchaki ikkalasini. Demak, bizda nima bor? Hero left bor. O'sha mana bu chap tomon, to'g'rimi? Chap tomon. Yana nima bor? Hero right bor. Orasini aytaman. Qarang, mana bu divda adashib qolmaysizlar. Faqat sizdan iltimos, ko'pchilik mana shu div ochgan payt adashib qoladi. Adashib qolayotgan bo'lsangiz, ustiga bir marta bo'lsangiz, qaysi div qayerda turganini ko'rsatib beradi. Qayerda boshlandi, qayerda tugadi. Mana yerda boshlandi, mana yerda tugadi. Shuncha yana adashayotgan bo'lsak, oxirga end of hero kod deb yozib qo'yasizmi? Kommentariy, tushunyapsizmi? Bu kommentariy nima uchun kerak deganingiz-ku, kommentariy o'sha kodni juda ko'payib ketsa topa olishga kerak bo'ladi, topa olishga. End of qaysi qism? Header qismi, to'g'rimi? Bu header tugadi, mana shu degani. Header tugadi, bo'ldi. Bu yerda hero boshlandi va hero mana yerda tugadi. Kod. Keyin bizda chap tomon bor, bizda o'ng tomon bor. Endi mana bu yerda left tomonni mana kodlar yozishimiz kerak. Bizga demak birinchi H1 kerak. Nimaga H1 dedingiz? Chunki Bosh qismida kelyapti, uni boshida kelyapti. O'shaning uchun bizda H1 boshda yozamiz. H1 hero chiziqcha title. Yo'q, bu tekst emas. Chunki bu uzun matn emas-a. Qisqagina matn. Klassda o'tib berganini esingizda bo'lsa, unga tekst bo'ladi. Title, heading desa bo'ladi. Chunki mana bu heading-ku, to'g'rimi? H1. Headingga kiradimi? Hero heading desa ham bo'ladi. Kodini yozib olaman. Xolos, o'z qo'lingiz bilan yozib chiqing. Undan so'ng pin ochaman. Bunga ham klass beraman. Nima deyman? Hero chiziqcha text.
Chunki bu matn. Pastdagi matnni olib kopya qilib qo'yadi. Mana bu nima narsa? Button demanglar iltimos. Bu button emas bu. Ahref bu. E, Console today degan yozuvni ma'nosi nima? Console today degani. Bugun degani. Consult degan so'z ma'nosi nima? Hm? Yo'q. Consulting degan eshitganmisizlar? Consulting. Ha, nima degani shu konsultatsiya degani? Qanaqadir boshlang'ich ma'lumot berish degani. Konsultat aytay, konsult keling deydi, ma'lumot beramiz. O'sha konsalting xizmatlari. Siz qanaqadir xizmat ko'rsatib, unga ma'lumot berasiz. Bu yerda ham aytyaptiki, sen mana shu yerda mana doktor turibdi-ku, bugungi qanaqadir sen konsalting olmoqchi bo'lsang, shunga bos deyapti. Bugun sen konsalting olmoqchimisan? Bugundan konsalting. Ha, ya'ni o'shanga bosilganda qanaqadir pechga o'tish kerak ekan. O'sha doktorda konsalting xizmatiga o'tish kerak. Bunday aytganda tushunyapsizmi? Demak, bu axirif. Bosganda qayergadir o'tyapti. Axiriyatda vazifasi linkmi? O'sha linkka bosganda o'sha joyga o'tish kerakmi? Endi tushuntira oldimmi? Demak, bu bizdan keyin axiriyat bo'ladi. Konsultda yozuv bo'ladi bizda. Class bo'ladi. Hero nima bo'ladi? Link. Bu ham link. Ketdi. Endi ko'rib olamiz buni. Hali bir tomonni yasadik, to'g'rimi? Ikkinchi tomoniga nima qilishimiz kerak? Rasmni olib kelamiz faqat. Bu rasmni olib kelsak bo'ldi. Rasmni olaman eksport qilib. Mana bu yerda eksport degan joyi bor bolalar. Videoda ham qolyapti. Qanaqa boshqacha bo'lishi kerak. Qilaman. Rasm sesini qo'shib o'tiraman. Rasmni rename qilaman lekin o'zgartiraman. Buni hero deb qo'ysam bo'ldi. Chunki bu hero qismi uchun yo'q. Mana bu yerga yozaman, image yozib olaman, nuqta slash rasmni olib kelamanda hero png. Widthsi bor buni 693 ga 93 ga height nechi 598. Bu o'sha hero image. Yoki buni rasm qanaqa rasm? Doktormi? Doktor deb qo'ysak bo'ladi. Chunki bu doktor rasmi turibdi-ku mana. Bu mana shu endi kodimizni o'sha keyingi qismini HTML qismi. Kodni HTML qismi. Ikki tomonga ajratib oldim. Mana o'ng chap tomon, mana bu o'ng tomon. Endi ikkalasini o'rab turgan nima? O'rab turgan heromi? Mana div. Heroga ikkalasini yonma keltirishni nima beraman ekan? Splayflex. CSSga boraman. Pastga tushaman. Nuqta hero deyman. Qarab turasiz. Mana ma'lumot yozib oldik-a? Ma'lumotlar chiqdi bo'ldi kerak. Splayflex beraman. Splayflex beraman. Yonma-yon turadi. Justify content space between orasi ochiladi. Hozir buni qisqartirsak orasi ochiladi. Hop, e'lon aytimiz center. O'sha sayt qancha qismini qilib qo'ydik. Bitta kod bilan. Tushundingizmi? Endi bu yog'ini mana bu yog'ini to'g'rilashimiz kerak. Ha, yo'q, mana bu yozuvlarni to'g'rilasak bo'ldi o'zini. Umumiy qismni qilib oldikda ko'rinishini. Hero titledan boshlaymiz. Title qanaqa ko'rinishi bo'lishi kerak bu? Mana bu for you pastga tushishi kerak, to'g'rimi? Mana dizaynda. Ko'ryapsizmi? For you pastga tushishi kerak, bu kattaroq ko'rinishda bo'lishi kerak. Hero title. Buni o'zini kodi bor. Mayli pastda kodi bor. Va widthni berishimiz kerak pastga tushish uchun. Ko'pchilik nima qiladi shu yerda? For you'ni pastga tushirish uchun mana bu yerga br beradi, br. Bu ham tushirib beradi pastga. Lekin br ishlatilmasi kerak. Br xato. Ko'pchilik mana br deb tashlaydi. Xato bu. Ha? Ko'pchilik shunaqa bermaslik kerak. Birni o'zini joyi bor. Chunki bunga xuddi shunaqa for you pastga tushish uchun uzunligini berishimiz kerak, uzunligini. 426 ekan. Widthsi 426 piksel ekan. Va o'zini kodlari. Font familiyasi bo'lish,
font weightlar, font size hammasi o'zi oldindan yozilgan. Qaraydigan bo'lsak mana. Tushunarli bo'lyapti. Matan oldi. Matnni ham xuddi shunday to'g'irlaymiz. Matnga ham width berishimiz kerak. Matn chunki ana hero text atsekiltirib qo'yibdi. Width necha ekan bosamiz ustiga 445 ekan. Width 445 pikselda o'zini mana bu yerda kodi bor. Mana bu yerda rangi ham bor. Mana xato bo'lgan olib tashlash istagim, mayli, color rangini ham olaman. Color deyman. Rangini qo'yaman. Endi buni to'g'rilashimiz kerak. Konsultadayda xuddi mana bunaqa qilishimiz kerak. Mana konsultdagi yozuvda. Endi bu o'zimizni qo'limizda. Deb qarab turasiz buni. Ferolink undan keyin keladigan qism. Burası nuqta ferolink. Hop, mana shu nuqtani birinchi o'ta nima qilaman? Shuni chizib to'plashim kerak. Nima edi? Text. Yo'q, text decoration. Mana hrefga bolalar esidan chiqarmaydi. Hrefniki mana bu. Tagida chizilgan text decoration mana. Tashladik. Endi bitta savol berib ketaveraman. Birinchi bizga rang kerakmi? Orqasiga background colormi? Background color blue. Blueni ham sal ochiqroq, to'g'rimi? Blueni o'zgartiramiz sal ochiqroq. Bo'ladimi? Rang berib oldik. O'zini rangi ham bor, adashmasam, mana bu yerda rangi bor. Rangni olib qo'ysak bo'ladi bemalol. Rang bor ekan. Xo'p. Colorni berdik. Endi qarab turing. Yopishib qoldi. Zo'r. Ichini ochish nima beradi? Ichini. Esizdami? Padding ichini ochardi. Padding. Padding beramiz. Hamma joyiga 20 piksel berib qo'ydik. Padding 20 degan hamma joyga beradimi? Tepaga, pastga, chapga, o'ngga, to'g'rimi? Hozir hammasiga berib chiqsam, kod ko'payib ketadi. 20 piksel bersam, hamma joyga bir xil bo'ladi. 20 piksel. Endi bir aylana qilishimiz kerak. Border radius. BDRsi bor. Endi BDRsi yozsa chiqadi shunaqa. Buni keling 20 piksel berib ko'ramiz. Kam ekan. Paddingni 15 qilib qo'yaymi? Katta ketadi bu juda. Border radiusni 30 qilyapman. Kelib chiqib bu yerda aslida olganda men padding hamma joyga beryapman-ku. Bunday qilsak bo'lardi. Yaxshiroq chiqish uchun tepa pastdan 15 bo'lsin. Ikkita yonboshdan 20 piksel bo'lsin. Endi o'zini kodlari bor. Mana ustiga boraman. Mana tipigrafda kodlari bor. Color'i hozir nima bo'ldi? Mana bundan buyog'ini o'zim yozdim. Buyog'ini olib kelib qo'ydim mana nari. Qaraydigan bo'lsak mana. Tayyor bo'ldi desak ham bo'ladi. Shunaqa joylari bor, sayt yaratishdi. Endi boshlanyapti hammasi. Endi boshlanyapti. Siz tushundingizmi endi qanaqa sayt yaratilishini? Buni bizga imtihon payti berdi. Imtihonni beraman men ham, birinchi imtihonda. Figma beraman sizlarga. Sizlarga figma bermay, o'sha figmani qilib kelasiz. Imtihonda. Ungacha o'rganasizlar endi yaxshilab. Ungacha vaqt bor hali, o'rganasizlar. Tushunmadim, xullas mana shu figmani yaxshi o'rganib bo'lganingizdan keyin beraman-da. Men test savob bermayman, kalmasini.
Sekin-sekin o'rganamiz. Xo'p, savol. Savol chalishdi. Shunga marjin to'playdi. Qaysiga? Tepasi. Zo'r savol. Hozir men axiretga margin top bersam ishlaydimi, ishlamaydimi? Margin top misol uchun 50 bersam. Ishamadi. Tushmadi. O'zimi nimadir o'zgardimi? Mana bunga beryapman, to'g'rimi? Shuni pastga tushirmoqchiman, to'g'rimi? To'g'ri, mana Heroga bersak bo'ladi. Umumiy Heroga to'g'ri, mana sal yopishib qolgan bu yerda. Heroga margin top beraman. 30 kesimi shunaqa. Tushundingizmi endi? Mana sal mana yopishib qolgan mana bu yer. Sal pastroq tushdi, to'g'rimi? Shuni aytdingizmi? Endi mana bu masalasi ham bor-da. Men buni bekor aytmadim. Men buni nimaga margin top bersam Herolink pastga tushmadi? Yo'q. Lekin mana bu tepadagi pega borku, mana natinga margin bottom bersam, pastini misol surib tashlasam, margin bottom 50 bersam, surib tashlaydi. Ko'ryapsizmi? Surdimi? Nimaga bunga bersa ishlayapti, bunga bersa ishlamayapti? Yo'q shunda. Inline bo'lgani uchun bu margin padding ishlamaydi bunga. Qachonki yo'q. Boshqa kod qo'ymaymiz bunga. Yo'q, qarang, Herolinkni ishlash uchun nima qilib olishimiz kerak buni? Display block qilib olishimiz kerak. Cho'zilib ketadi. Inline block bersa o'z holida qoladi. Kattaroq ko'tariladi. Shunaqa xolos. Agar buni sizda shunaqa bo'lib qolsa, bunga endi padding bermaysiz endi. Bunga width height berasiz. Uzunlik va balandligini berasiz. Keyin mana margin top ishlaydi, mana margin top ishlaydi. Buni yana pastga tushib ketdi. Tushundingizmi? Xullas axiretga display block bermasa margin olmaydi. Bugun mana shu qism o'zi yetadi.